Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish savolnomasini onlayn to'ldirish jarayonlarida yuzaga kelayotgan ayrim holatlar yuzasidan doimiy ravishda ma'lumot va tushuntirishlar berib boramiz. Jumladan, aholidan kelayotgan savollar orasida quyidagi murojaatlar eng ko'p uchramoqda. Oilamizdan bir kishi barchamizni ro'yxatdan o'tkazdi. Shu yetarlimi yoki barchamiz alohida qaytadan ro'yxatdan o'tishimiz kerakmi? Bir kishi butun oilasini ro'yxatdan o'tkazishi mumkin. Ma'lumotlar to'liq va to'g'ri taqdim etilsa yetarli. Telefon qurilmasi talabga javob bermaydi degan yozuv chiqyapti. Bu nimani anglatadi? Bu holatda telefoningizning operativ xotirasi kam yoki brauzeringiz eski. Imkoni bo'lsa kompyuter yoki boshqa qurilmadan urinib ko'ring. Mahalla, ko'cha nomi chiqmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Bunday holatda siz o'zingiz mahalla nomini yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Qaynota, qaynona, aka-uka, opa-singlim va boshqalarni ham ro'yxatga kiritishim kerakmi? Agar siz ular bilan birga yashamasangiz, ularni kiritishingiz kerak bo'lmaydi. Ular o'zlari uchun alohida turar joylari bo'yicha ro'yxatdan o'tishlari kerak bo'ladi. 16 yoshgacha bo'lgan qizlarda nechta farzand dunyoga keltirgansiz savolida yo'q javobini belgilab bo'lmayapti. Ushbu savol xalqaro tavsiyalarga ko'ra savolnomaga kiritilgan. Mazkur holatda respondent farzandli bo'lmagan bo'lsa 0 deb belgilashi mumkin bo'ladi. Ro'yxatdan o'tdim, lekin sertifikatimni yuklab ola olmayapman. Ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, OneID tizimi yordamida saytga kirgan holda o'ng tomon yuqori qismida joylashgan ism-familiya ustiga bosgan holda sertifikatni yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, sertifikatda aks etmagan oila a'zolarining ro'yxatdan o'tganligi to'g'risidagi ma'lumotlar tegishli tashkilotlarning monitoring dashbordlarida inson omilisiz aks etadi va shuni o'zi kifoya. Ulardan sertifikat talab qilinmaydi. Savolnomada yashayotgan xonadonning maydoniga sotiqni kirita olmayapman. Birinchi shakldagi ikkinchi savolda yakka tartibdagi hovli yoki kvartiraning umumiy qurilish maydoni metr kvadratda butun sonlarda ko'rsatiladi. 5-shaklda esa umumiy yer maydoni va qishloq xo'jaligi yer maydoni sotiqda ko'rsatiladi. Umuman olganda qishloq xo'jaligi yer maydonlari ko'rsatkichlarining barchasida ma'lumotlarni sotiqda kiritishingiz talab etiladi. Onlayn ro'yxatdan o'tish jarayonida yuzaga kelayotgan savollaringiz bo'lsa, 1851 qisqa raqamli call centerga murojaat qilishingiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.